Nima qilyapsiz? Aka, nima qilyapsiz? Aka, sinmaydi karavot. Nima deganingiz aka? Men xalqimga, obunachilarimga, klientlarimga mana bu karavotimni rassiz kutubada bo'lganini aniqlab beraman. Ko'tarmaydi aka bu. Aka, ko'tarmasa, mana shu karavot ko'tarmasa 50 ta aholiga 20 ta karavot tekin tarqataman aka. Mana shu turban Qanchalik sifatli karavot? Sinib ketsa, bu 50 ga tali qozoq turbadan Ana bir ko'raylikchi bo'lmasa. rassiz kutubada bo'lgan. Aka, sinib ketsa aka. Qanchalik ishonchli ekansiz? Sinib ketsa, qiyshaysa aka, mana shu 50 ta aholiga 50 ta karavot bepul tarqataman aka. Bir so'm puli kerak emas. Aka, rassizga qozoq turbadan bo'lgan bu karavotlarimiz. Bo'ldi aka, bo'ldi. Ishondingizmi? Ishonch aka. Karavotlar narxlarini tanishtirib obzorni boshlaymiz. Sifat, bizda sifat. Bu 50 talik oldi yopib karavotimiz narxlari akalar. 235 ga 4 metrlik karavotimiz Surxondaryo bo'ylab 2.600 ming so'm akalar. Dastavka xizmati mutlaqo tekin. Ustanovka dastavka xizmatlarimiz bor akalar. Bunisi esa 2.400 ming so'm qilib beramiz. 40 talik qozoq turbadan bo'lgan bu karavotimiz ham. Oldi ochig'i bu. Oldi yopig'ini 2.500 ming so'm qilib beramiz akalar. Pastda qoldirilgan nomerlarga chiqaverasizlar. 24 soat telefonimiz ishlab turadi. Aloqadamiz akalar. Buyurtmani qabul qilaveramiz. Bizning seximiz, ish faoliyatimiz ketyapti akalar. Profilli karavotlarimiz ham bor. Xohlaganga profilli, xohlaganga mana turbali. Shu ko'rsatgan videoda turbali karavotlarimiz bor akalar. Mana ish faoliyatimiz ketyapti. Buyurtmani qabul qilaveramiz akalar. Profilli karavotlarimiz ham bor. 240 ga 4 metrlik karavotimiz bor. Dastavka Surxondaryo bo'ylab mutlaqo tekin, boshqa viloyatlarga ham kelishilgan narxda yetkazib beramiz akalar.